16 fevral kuni imzolangan prezident farmoni bilan yangi tahrirdagi O'zbekiston 2030 strategiyasi tasdiqlandi. Hujjat asosida 2023-yilda qabul qilingan avvalgi strategiya o'z kuchini yo'qotib, kelgusi 5 yillik rejalar qayta ko'rib chiqildi. Kun.uz O'zbekistonning yangi taraqqiyot strategiyasidagi keng omma uchun diqqatga sazovor ayrim bandlarni sanab o'tadi. Assalomu alaykum. Yangilangan strategiyaga asosan 2030-yilda bog'cha va maktablardagi oylik maoshlar miqdori 2023-yilga nisbatan 2 barobarga yuqori bo'lishi kerak. Rasmiy statistikaga ko'ra, ta'lim sohasidagi o'rtacha maosh daromad solig'ini ham qo'shganda 2023-yilda 3 million 100 ming so'm bo'lgan. 2025-yilda esa 4 million 400 ming so'mga yetgan. Maktablar va bog'chalardagi sanitar sharoitlarni yaxshilash ham ustuvor vazifalar qatoriga kiritilgan. Hujjatga ko'ra, hozirda 3 yulduzli yondashuv metodologiyasi asosida suv, sanitariya va gigiyena sharoitlari bilan ta'minlangan bog'chalar va maktablar ulushi 30% ni tashkil etadi. 5 yildan keyin bu ko'rsatkich 86% ga yetishi ko'zda tutilgan. Prezident maktablarning baholash tizimi joriy etilgan maktablar ulushini 33% dan 50% ga yetkazish, elektron doska bilan ta'minlangan maktablar ulushini esa 43% dan 100% ga yetkazish maqsad qilingan. 2025-yilda xususiy maktablarning ulushi 6,3% bo'lgan bo'lsa, 5 yildan keyin O'zbekistondagi har 10 ta maktabdan bittasi xususiy bo'lishi kerak. ...2025 yil yakunlariga ko'ra O'zbekistonda o'rtacha umr ko'rish davomiyligi 75 yil u 2 oyni tashkil etgan. 2030-yilga borib shu ko'rsatkichni 78 yoshga yetkazish maqsad qilinyapti. Buning uchun mahallalarda 3000 tadan ortiq sport maydonchalari barpo etiladi. Shuningdek, davlat byudjetidan sog'liqni saqlash sohasiga ajratiladigan mablag'lar ulushini yalpi ichki mahsulotning 5% ga yetkazish ko'zda tutilgan. 55 yoshdan oshgan aholining 90% ni har yili profilaktik tibbiy ko'rikdan o'tkazish, bu orqali yurak, qon tomir kasalliklari, xavfli o'sma, qandli diabet va sil tashxisi qo'yilgan bemorlarning 50% ni ana shu profilaktik ko'riklarda aniqlash reja qilingan. 2030-yilga borib O'zbekistonda mutlaq kambag'allikka butkul barham berish maqsadi qo'yilgan. Rasmiy raqamlarga ko'ra, hozir aholining 5,8% mutlaq kambag'allikda yashayapti. Ya'ni oiladagi jon boshiga to'g'ri keladigan xarajat 669 ming so'mdan oshmaydi. Kelgusida kambag'allikning ko'p o'lchamli shkalasiga o'tiladi va rejaga ko'ra 5 yildan keyin O'zbekistonda minimal iste'mol xarajatlarining amaldagi qiymati asosida mutlaq kambag'allar qolmasligi kerak. Strategiyada belgilanishicha, O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti hozirgi 145 milliard dollardan 2030-yilda 240 milliard dollarga yetadi. Inflyatsiya joriy yilda 6,5% dan oshmasligi, 2027-yildan boshlab esa barqaror 5% lik inflyatsiyaga erishish ko'zda tutilyapti. Oltin ishlab chiqarish hajmi 2024-2030-yillar oralig'ida 1,5 barobarga oshishi, shu davrda mis ishlab chiqarish 3,5 barobarga, kumush va uran ishlab chiqarish esa 3 barobarga ortishi prognoz qilinyapti. Statistikaga ko'ra 2025-yilda O'zbekistonda 450 mingta yengil avtomobil ishlab chiqarilgan. 2030-yilda bu raqam 1 milliontaga yetishi, shundan 200 mingtasi elektromobil bo'lishi belgilab qo'yildi. 2027-2030 yillarda 5 ta davlat bankini xususiylashtirish, shu davrda davlatga qarashli 12 ta yirik korxona aksiyalarining bir qismini xalqaro va mahalliy bozorlarga chiqarish reja qilingan. Strategiyada tabiiy gaz qazib chiqarishdagi pasayish tendensiyasini 2027-yilda to'xtatish vazifasi qo'yilgan. Qizig'i, bu farmon e'lon qilinishi bilan o'tgan yili qazib olingan gaz hajmi borasida savollar paydo bo'ldi. Avvalroq Statistika agentligi 2025-yilda 42,3 milliard kub metr tabiiy gaz qazib olinganini ma'lum qilgandi. O'zbekiston 2030 strategiyasini tasdiqlovchi Prezident farmonida esa o'tgan yili gaz qazib olish hajmi 41,7
milliard kub metr bo'lgani ko'rsatilgan. Endi bu ko'rsatkich 2030-yilga borib 48,5 milliard kub metrga yetkazilishi kerak. Ushbu maqsadga erishilgan taqdirda ham gaz qazib chiqarish hajmi 2022-yilga darajadan 6% ga yoki 3,2 milliard kub metrga kam bo'ladi. Kelgusi 5 yilda elektr energiyasining ulgurji bozorini yaratish, elektr energiyasi, tabiiy gaz va issiqlik tarmoqlarida yo'qotishlarni kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish bo'yicha qator maqsadli ko'rsatkichlar belgilangan. Shuningdek, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining jami generatsiyadagi, ya'ni iste'moldagi ulushini hozirgi 31% dan 54% ga yetkazish maqsad qilingan. Strategiyadan pulli avtomobil yo'llari bo'yicha maqsadlar ham o'rin olgan. Unga ko'ra, pulli avtoyo'llarni qurish 2027-yilda boshlanib, 2030-yil oxirigacha davom etadi. Ularning uzunligi 130 kilometr bo'lishi kutilyapti. 130 kilometr uzunlikdagi pulli yo'llar Toshkent, Samarqand, Toshkent vodiy va boshqa yo'nalishlarda bo'ladi. Aniqrog'i, shu yo'nalishlarning boshidan oxirigacha emas, faqat ma'lum bir qismlarida pulli yo'llar paydo bo'ladi. Keyingi 5 yilda 38 ming kilometr uzunlikdagi avtomobil yo'llarini qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash ko'zda tutilgan. Keyingi 5 yilda daraxt ekish bo'yicha katta marralar olingan. Xususan, shaharlar, tuman markazlari va shaharchalardagi yashillik darajasi hozirgi 14% dan 30% ga yetkazilishi kerak. 2026-2030 yillarda 916 ta yangi yashil bog' va parklar tashkil etish ko'zda tutilgan. Hozir mavjud va ekilgan daraxtlarning 45% ko'karayotgan bo'lsa, 2030-yilga borib 70% yashab ketishiga erishish maqsad qilinyapti. Strategiyaga ko'ra O'zbekiston bo'ylab o'rmon bilan qoplangan maydonlar 5 yil ichida 1,5 barobarga kengayib, 6,1 million gektarga yetishi kerak. Atrof muhitga xavfi yuqori darajadagi obyektlarning ifloslantiruvchi manbalaridan avtomatik ravishda namunalar olish tizimining qamrov darajasini 50% ga yetkazish nazarda tutilgan. Shu oy boshida Transparency International xalqaro tashkiloti 2025-yil yakunlari bo'yicha korrupsiyani qabul qilish indeksini e'lon qilgan va unda O'zbekiston 3 pog'onaga pasayib 182 ta davlat orasida 124-o'ringa tushgan edi. O'zbekiston 2030 strategiyasiga asosan bu reytingda keyingi 5 yilda kamida 20 pog'onaga ko'tarilish maqsadi qo'yilgan. Bunda O'zbekistonning o'rni har yili 4 pog'onadan yaxshilanib borishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, davlat xaridlarida yagona yetkazib beruvchidan va monopol xaridlarni inobatga olmaganda raqobatli usullardan foydalanish darajasini 80% ga yetkazish reja qilingan. Farmonga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha 2030-yilgacha mo'ljallangan strategiya loyihasi 2026-yil avgustigacha tayyor bo'lishi kerak. Qayd etilishicha, hozir O'zbekiston fuqarolari vizasiz kirishi mumkin bo'lgan davlatlar soni 34 ta. 2030-yilga borib vatandoshlar 50 ta mamlakatga vizasiz kirib borishiga erishish maqsad qilinyapti. O'zbekistonliklar soddalashtirilgan tartibda kirish mumkin bo'lgan davlatlar sonini esa hozirgi 42 tadan 60 taga yetkazish vazifasi qo'yilgan. Keyingi 5 yilda qo'shni mamlakatlar bilan savdo aylanmasini 1,5 barobarga oshirish ko'zda tutilyapti. 2026-yilda 20 ta normativ huquqiy hujjatni qabul qilish orqali milliy qonunchilikni Jahon savdo tashkiloti qoidalariga moslashtirish jarayonini yakuniga yetkazish reja qilingan.